Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda strochkalarni turlarini va uni qanaqa qilib o'zgartirishligini, nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Tak. Maneken пока shart emas. Hozircha prямоугольникni o'zini tanlaymiz. 2 1 2 3 tak. Bu hozir bulavkalab qo'ydim. Bo'ldi. Simulyatsiyani bosganda narxamaslik uchun. Endi bu yoqda mana strochkaga strochka bilan ishlaydigan instrumentlarimiz bor. Так. Bu yoqda mana segmentniy strochka, свободная strochka и Simline Top Stitch bu ikki taraflama strochka kerak bo'ladi. Давайте ko'rib chiqamiz. Birinchisini mana segmentniy strochkani bosamiz. O'sha olib kelsak, o'sha liniyani oxirigacha, liniya qatgacha tugagan bo'lsa, o'sha yerga chiqib beradi. Yo nuqta bo'lsa, nuqtagacha chiqib beradi. Свободный bo'lsa, свободный uni bitta joydan bosib, o'sha qaysi joyda to'xtatsak, shu yerda to'xtaydi. O'ng tomonda yana o'sha strochkaning nastroykasi bo'ladi. 2 marta bosilsa, hozir mana bosdik, свободный strochkaga уже mana 3D da ko'rsanglar bo'ladi. O'sha liniyani oldida strochka qilgan, faqat juda yaqin qilgan. Uni o'zgartirish uchun tam 01 tikkanman, adashmasam. 1/16 shunaqa bo'ladi. 1/32 bo'lsa, undan ham mana shu 01 bo'lsa kerak. 1/8 qilamiz. Yoki 1/4 undan ham uzoqroq keladi. Agar 1/4 bo'lsa, bu degani o'sha chetdan 0.6 ni olgan bo'ladi. 1/4 degani 0.6 degani. И kerakli razmerlarni o'sha o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyin bu yoqda tak strochka yoki aksesuar qilib qo'shayman deb so'rayapti. Bizga strochka kerak. Keyin obj или tekstura. Obj bo'lsa, faqat mana bunaqa strochka, klassik strochkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu strochkalarni ishlatsak bo'ladi. Agar yo'q, menga cho'ta interesnayroq narsa, masalan, qanaqadir kant yoki vishipkaga o'xshash narsa bo'ladi, liniyaga o'xshash narsa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, imенно liniya shaklida bo'ladigan bo'lsa, uni teksturaga borsak, juda ko'p imkoniyatlar ochib beradi. Uni almashtirsak bo'ladi teksturasini. Yana o'sha internetdan olingan rasmga kiraman. Print screen qilaman. Endi mana shu to'rt burchak joyini yana paint ga kiraman. Ctrl V ni bossam, uni sal kichaytirish kerak. Taxminan mana shu razmerga olib kelsak, shu razmerga olib kelsak ham bo'ladi. Mana. Tak, mana buni hozir shuni o'chirib yuboraydi. Или же новый лучше создать нужно будет. Сохранять. Обрезать qilamiz. O'zimizga kerak razmerni tanlagandan keyin обрезать qildim и сохранить qilamiz. Сохранить da ham PNG da xuddi o'sha
papka, zamokda o'tgan papkamizga o'xshagan emas, xuddi o'sha papkani o'zida saqlanib qilsam bo'ladi. Bizimga bo'ldi. Endi hardware entries, o'sha papkani topamiz, grafikka kirdi. Mana bizimyanda turibdi. Buni bosaman, teksturaga olib kelaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa tekstura qilib berdi bizga. Tak, endi buni ham anaqasini o'zgartirsak bo'ladi, rastoyaniyasini. Keyin bu yoqda ikkita liniya qilsa bo'ladi. Uning uchun redaksировать shofga kiramiz, strochkaga kiramiz. Ustiga bosamiz, o'sha strochka qilingan joyiga. O'ng tarafdagiga образовательный obyektida 2 marta bosiladi. Bu yoqda ikkita liniya qilsa bo'ladi. Ikkitasini har xil nastroyka qilsa bo'ladi. Mana bu 1, 2 paydo bo'ldi. O'sha 2 ni bosadigan bo'lsak, ikkinchi strochkaning nastroykasini so'rayapti. Ham 1 u 2 emas. 3 ga to'g'ri qilamiz. Parallelni shuni yonida qaysi rastoyaniyada ko'rsatgan bo'lsa, shuni qilib beradi. Endi tak, hisoblanishuvание. Segment bo'la qolsin. Bu yoqda hozir добавить qilamizda. Buni o'chirib yuboramiz. Chunki hozir boshidan qilmabman-da, hozir men o'chirib yuborsam. Tak, top stitchga bosib turib, keyin shof qilsak, o'shanda oddiy strochka bo'ladi. Buni ham nastroykasiga kirib, nastroykasini o'zgartirsak bo'ladi. Endi bu yoqda yana tak длина bu strochkani, to есть bitta stijokni uzunligini so'rayapti. Space 8 15 bo'lsin. Endi orasi qanchalik bo'lsin deyapti. Masalan 0.4 bo'lsin. Qalinligi tekstda turibdi. Biz millimetrga kirsak, tak 0.4 qilsak, bu yanada qalinlashadi. Rangini o'zgartirsa bo'ladi. Tam yashil qilsak, mana qalinligi oraliq joyi 0.3 qilsak kam bo'ladi. Mana bu pastdagi number of lines da nechta liniyaga bossangiz, shu mana shu rastoyaniyasi qancha bo'lsa, shu rastoyaniyada boshqa liniyalarni ham qilib beradi. Masalan 4 ta liniya qilib berdi desak, mana 4 ta bir xil rastoyaniyada strochka qilib berdi bizga. Buni ham distansiyasini regulirovka qilsa bo'ladi. To'g'ri qilsak katta bo'lib ketadi. Hammasi bir xil regulirovka bo'ladi. Keyin bu yerda 3D effekt bor. 3D effektni bosadigan bo'lsak, rostakasi qanaqa bo'lsa, shunaqa ko'rsatib beradi strochkasini. Mana.
Tak, endi sborkaga o'tamiz. Xo'p, отстрочка packering degan instrumentimiz bor. U yerda nima deydi, narsalarimiz o'sha tikilayotganda ozgina qattiqdir o'sha sborkalar bo'lib qoladi-ku. Ko'proq shu jinsida ko'rsatilgan bu narsa. Keyin umuman kiyim tikayotganda baribir ham chokada qanaqadir ozgina sborkasi bo'ladi. O'sha sborkani chiroyli qilib berib, ko'rsatib berish, realistichroq ko'rsatib berish uchun o'sha sborka kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa strochkaga o'xshab 4 ta instrumenti bor. Buni ham mana packering, edit packering, segment packering, free packering и simline packering. 3 ta detal tayyorlab qo'ydim. Tak, mana bu yerda chokimiz bor, menimcha adashmasam, o'sha chokka o'chirib olsa bo'ladi. Tak, hop, delete qildik. Endi 3 ta detalni sirasi tayyorlab qo'yaman. Ilik bittasi bunaqa bo'lsin, bittasi bunaqa bo'lsin. Bittasi bunaqa bo'lsin. Endi hammasini belgilab turib, cut and shape qilamiz. Yana bulavkalab qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p. Endingi masala. Tak. Uzr, sal shoshildim. Чтобы более-менее realistikroq bo'lishi uchun momentga, ibotga liniya sal ana qildim. Tekis. Хорошо. Bo'ldi. Endi yana belgilab turib cut and shape qilamiz. Bulavkalarimiz o'chib ketadi bunaqa qilayotganimizda. Tak, bo'ldi. Endi packeringni bosamiz. Tak. Men birinchisi simline packering, bu ikki taraflama qilib beradi. Bosadigan bo'lsak, parallelni mana sразу же liniyaga olib keladigan bo'lsak, ikkita liniyani belgilab beryapti. U degani bu tarafida ham o'sha sborkasi bo'ladi. Tak, birinchisi bunda bo'lsin, ikkinchisi свободный. Faqat pastki qismida bo'lsin. Так, simline da segmentda ikkala tarafida ham bo'lsin. Все. Tak, bu yoqda ham qilgan bosadigan bo'lsam, okey. Mana birinchisini ko'rsangiz, yana sborkasi bor, bu yerda ham, bu yerda ham mana ikki taraflama. Bu yerda faqat bir taraflama. Xo'p. Endi xuddi shu bularni ham nastroyka qilsa bo'ladi. 2 marta olib kelib bossak, materialni o'zgartirsak bo'ladi. Qaysi materialda qanaqa ko'rsatishini ko'rsatib beradi. Mana masalan, koddan qolaversin, tekstura, tak, teksturani o'zgartirish kerak emas bizga.
sborkani protsentini belgilasak, mana qanchalik ko'paytirganingiz sari kamayib boraveradi sborka. То есть uzunasiga bunaqasiga kamaytirsak, mana shu umuman bo'lmay qoladi. Bunaqasiga borsak paydo bo'lib ketaveradi sborka, uzunlashib qancha kamaytirsak shuncha kam va kichkina qilib ko'rinadi. Tak, 2 sm, 3 sm qiladigan bo'lsak, faqat nol besh birda qolaversin. Так, прозрачность, окей. Xuddi shunaqa bu strochkalarda ham masalan faqat mashtida kerak bo'ladigan bo'lsa, deylik, mashtda sborka faqat mashtda ko'rsatib bersin desak, o'zgartirsak bo'ladi. Buni ham liniyani tanladik и kerakli joyimizga olib kelamiz. Buni ham okey. Sborka faqat mana shu yerda bo'ldi. Bu yoqda o'zi yo'q. Bu yana hali xudo xolasa kurtka ham o'tamiz. O'sha kurtka puxaviklarda yarkiroq bo'ladi narsa. O'sha ishgan joyida e'tibor bersanglar, mana shunaqa mayda-mayda sborkalari bor.